Telefoningiz sekin ishlayaptimi? Xotira doimiy to'lib qoladimi? Unda bu video siz uchun. Bugun sizga telefon xotirasini bo'shatishni 7 ta samarali usulini ko'rsataman. Boshladik. Avvalo kesh fayllarni tozalang. Bu yashirin fayllar telefoningizni sekinlashtiradi va xotirani to'ldiradi. Sozlamalarga kiring va ilovalar keshini alohida tozalang. Natijani darhol sezsangiz ajab emas. Keraksiz ilovalar xotirani yeb qo'yadi. Qachon ochganingizni eslay olmaydigan ilovalar bormi? Darhol o'chirib tashlang. Rasmlar va videolar xotirani egalladimi? Keraksiz fayllarni tanlab o'chirib tashlang yoki kompyuteringizga o'tkazing. Shuningdek, rasmlarni tartibga solish ham katta yordam beradi. WhatsAppda yuborilgan rasm, video va fayllar ko'pincha xotirada qoladi. WhatsAppdan sozlamalar menyusiga kirib, Dat Strogi bo'limiga o'tkazing va keraksiz fayllarni o'chirib tashlang. Telefonni tozalashni tez va oson qilishni xohlaysizmi? FileSpeak Google ilovasini yuklab oling. Bu tugma bilan kesh, dublikatlar va keraksiz fayllardan qutulasiz. Xotirani media fayllardan tozalashning yana bir ajoyib usuli bu bulutli saqlash. Google Photo yoki iCloud orqali rasm va videolaringizni saqlang va telefon xotirasini o'chirib yuboring. Avtomatik sinxronizatsiya keraksiz ma'lumotlarni yuklanishiga sabab bo'ladi. Sozlamalarga o'ting va kerakli ilovalar uchungina sinxronizatsiyani yoqib qo'ying. Endi telefoningiz yengil nafas oladi. Like bosing, obuna bo'ling va ushbu usullar haqida do'stlaringizga ham ulashing. Yana ko'plab foydali videolar sizlarni kutmoqda.